Assalamu alaykum, Mattu bizning kanalning ko'ruvchilari. To'g'onlar, biz Jag'ın Ovqatdagi mal bozoriga kelib qoldik. Biz sizlarga bugun bu chiqarilishda son uylarda, bo'z uylarda tartib berini boshlasak to'g'onlar. Sizlar dag'dala bizning kanalga qattalmaganlar ko'p ekan to'g'onlar. So'zsiz bir-biridan qattalib qo'yinglar. Podpisatsiya knopkasini bosib. Bugün 15 Mart bo'lib qoldi, 2023-yildan to'g'onlar. Ya torpaqlar qanchadan? Torpaqlar 28 dan 25 gacha. Qayerdiki bu? Bishkek paroda. Mana Bishkek parodasi ekan to'g'onlar. Mana joqdagi torpaqlar kelib turdi to'g'onlar. Ya qanchadan torpaqlar aka? Torpaqlar kimdan torpaqlar? Bizdan. Qanchadan bo'lsa? Bo'lsa 30 dan. 30 ming so'mdan. Bular qanday paroda o'shanda? Cho'ng kichik ekan, ha? Simental. Simental. Ya monolari 1 oylik. Bular 1 oylik. 50 kunlik. Mana to'g'onlar. Torpaq ham tartib qo'yadi. Mana joqda da torpaqlar bor ekan. Sizniki qanchadan? Bishkekning torpaqlari. Bishkek paroda o'shanda. Chuy paroda bor. Chuy paroda. Mana to'g'onlar. Qanchadan ham bunalar, bunasi? Bunavi Angus 30 kam var. Bunavi Gauchti. Bunavi 30 kam var. Hem kam var, kamın sıra olsun. Bu yoqda da var. Черный пёстр var. Bular qanchadan? Simental var. 25 kam var shular. 25 ta. Telefon aytinglar. 0707 81 Aha. 73 73. Mana to'g'onlar. Qayerda bo'lasangiz? Adres. Özgön rayonu Şeralaylı. Şeralaylı. Parodalar, jalan paroda tur. Çalan paroda. İşenişti o? İşenişti, parodasına garantiya. Garantiya verdi to'g'onlar. Çalıp ko'rasizlar, baylanishib. Bir aylık. 30 kam var. Ya torpaqlar qanchadan torpaqlar? Kimisi? Ne olsa? 22'den 35 şey. Bu Şivit tanesi 35. Şivet 35 mi? Üyüdüğüm adresten benim. Şivet 35 mi? Bunlar qanchadan hem? Bunlar 25. Simental var, Buri Şivit var, iki Simental, iki Alato, bir Angus, Buri Şivit. Qanchadan ham bo'la turgan? Qo'lga tegishi. Qo'lga tegishi Süleşeviz. Süleşeviz, ha? 25 kim var? Taze paroda. Adres qayerda? Adres Qizqada. Qizqada. Yaxshi. Sodangiz bersin aka. Mana to'g'onlar. 84 ming beruvdi shulga. 84 ming. Torpaq erkakmi? Urg'ochkana? Urg'ochi. 84 ming beruvdi. Urg'ochi. Yaxshi. Siz qanchada olasiz? Torpaq qancha? 4-chi torpaq. Sütü qanday endi? 12 litr beradi dedi to'g'onlar, unaga. Ko'pchiligi sütini tortmaysiz deganlar ko'p bo'ladi. Qanday ukam? Qanchada odasini uyda? 120. Torpaq erkak. Torpaq erkak 120. Qancha suradi? 80 ming suradi deydi to'g'onlar. Bunaga sütü. 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 Qanchada odasiz uyda? Qanchada odasiz? Bunda 100 ming ekan to'g'onlar. Sütü qanday ekan ham? Sütünü bilmayman, bunaga to'g'onlar. Torpaq erkakmi? Qanchasi torpaq? Yok. Diye tekrar. O 500 insan koydan. Murzabarga qancha verdingiz? 66 ming. 66 ming. 66 ming 500 so'm. Torpaq urg'ochkana? Torpaq urg'och. Biroq 10 litr suti bor deydi. Endi u suti ham tilida-da, to'g'ri.
Obor baylab qo'ysa berib aytdi. Qanchанчы tug'ish ekan o'sha? 40-chi bo'lish kerak. Birinchimi? Ha, birinchi Yo'q, bo'lsa kerak. birinchi emas. Lekin Eng kam 3-chi to'lpa bo'lsa kerak. 4-5 ta tursa kerak. Ha, shu tuqqan. Kuchli ekan biroq shundoq tug'anlar. Ikkita to'ling. Bo'ldi. Qancha oldi aka shu? 68 ming oldi. Tak. Qancha ekan aka shu? 110 ming so'm. To'rpoq qanday? Erkakmi? Qancha so'radi deymiz shunaqa? Yaxshi berilak. Yaxshi savdoingiz bersin unda. Sütü qanday sütü? Turuşu 4-5 veredi o'xshaydi ona. 4-5 litr. Oldu hozir o'taman. Oldu. Sen 22 çok kaçtın. Var gruplarda. Ya qancha ekan u yoqqa aloy? Uyda qancha olasiz? 150 ke berib aytadi. Mana balam. Bo'z ekan bular? Siz de olacak. Kazan tart. Betinle ko'rsatib qo'ying. Tart suratiga o'shani. 100 qanchaga dedingiz? O egasi sirza. 150 ga dedi. To'g'onlar. Kuchli ekan bular. Qancha oldi aka, qancha? 90 so'm yo'qdan berayim. 90 so'm. Men menga baribir aka, götnam olib qo'yarim. Götne dada qo'ysin. Sen jumbasi qilmoqda. Qancha berdi shu? Ne dedim hozir aka? Qimmat aytdim men. Aybek. Bak varsanız ya uydu deyim lan. Ya tartib qo'ycha YouTube'dan. Bo'ldi. Ya torpa kim ekan? Ya bir ko'rib qo'ysan, sana savol berdim. Oho, kuchli ekan-a, to'rpa urib ochgan. Hujjatga qistamoq. Ya yengekni de bordik so'z aka. Bir sağ koyar akam da. Voy. Benim oğlum chiqqani qaradi. Xuremingiz ham yomon suyunadi buni xuremingiz. Qancha berdi ular? Aynen cigarım 90 bin kamu vardı otam da aksele kılıptan aka ikinci tuğda o için gelseniz. Aynen bak koy. Oldu öyle. Bu жерде uy satılgan o'xshaydi. Qancha oldi aka shu uy? 65 ming. Bu жақын Bo'z ekan a? Bo'z valla. 65 ming so'm. Sizniki qancha oldi aka? 18 ming. Qo'y ekan a? Qo'y. Qo'y. Buna qancha oldi aka bilmadingizmi? No. Qancha ekan shu aka? 110 to'rpa erkak. Ona. Qancha suti bor endi shunaqa? Qanday? 10 litr bor-da. 10 litr bor. 10 litr suti bor ekan. 110 ming so'm. Sotildi aka, qancha bo'ldi? Sotiladi. Qancha deysan bu? 80. 80 ming. To'rpa qo'l ekan-a? Poradovmi? O'zi ham oladi. Ha. Erkakmi? Erkak. Erkak. 90 ming. Qancha so'radi ham shunaqa? 66. 66 ming so'm. Jon ochmaganda. Ya Bo'zuyga qancha verdingiz aka? 54 ming. Qancha oylik Bo'z aka? Ikkinchi tug'ish u. Ikkinchi tug'ish u to'g'onlar. 54 ming beryapti. 54 ming beryapti.
Жетайлык боз, жетайлыk. 591. 591 mashinangizga kelib qo'yamiz. 591. 591 mashinangiz qarab qo'yamiz. 591 mashinangiz qarab qo'yamiz. Ya torpağa qana uydun? Torpağı yo'q bu. Ha, süt berdi avşunu. Qanchada o'tasiz? 6 avlda. Qancha berdi? Qancha dedingiz bahasini? 4-4. Qancha verdingiz aka shuga? 70 mi? Şu şeriatda yaxshi qurolları bor. Ertang 4-kun payshanba kuni Torpağı yo'q ekan. Malbozor açıldı. Razı olsun bak. Herkes. Malbozor sağolsun. Ama bersen al. Tutma şeriatlari bor. Razı olsun bak ya. Bozorga borib kelimiz kerak. Artıklamda tırtıklı olmağın bak ya. Erkekçe de lan. Horoz bir başında bir dakika tabak ya. 4-kun Malbozor. Bakangni qadrlab shuncha mehnatini bağlasam ol aka deb. Qancha verdingiz shunda? 80 ming. 80. Razı mısın? Bo'z ekan a? Bakır aytdim-ku, ortiqlamda tırtıklı olma aka. Ben seni koyup verem ekan dedim. 80 ming. Koyup verem ekan dedim. Koyamam olmasa oldu Gördüm ana şu dostum. İşkeke maşine var. Eshakka qancha beradi? 6,5 ming berdi. 6,5 ming. Erkak ekan a? Erkek ekan. Bermayapti 6,5. Ama aytdim. O'zi qancha deydi? 10 ming deydi. 10 ming. Rosa akshnik aytdi bu. To'g'ri va. Ya maga ishlayla qo'ysin o'zi. Bergan yaxshi tur ekan. Bostirchi. Qarchi bir minglikda. O'yda qaratmaydi. Ikkada. Eshak ham pul bo'lib qolibdi dedi vallahi. Ular yaxshi qilib qo'ysa yomon kishi odam. Bergan. Ya tat dedi qoldi. Eshak boqqanga ham rahmat a. Bo'ldi. Shular qanchadan ekan? 90 ming. 90 dan. Qanchanchi tuvutlar shular? 3-inchisi. 3-chi tuvutlar. Torpaqda erkak. Erkek ekan. Ikkovidan erkak. Ha, bozor bog' bo'ldi aka, so'radimi bozor? Hozir keldi. Hozir keldingiz. Sütlar qanday bo'lishi mumkin? Bilmayman. Sütlar, ha? To'g'ri. Tak, mumkinda ekan. O eşten getelaga. Turpa erkak qancha ekan bo'lsa? Ha? 130 ming. 3 oy o'shanda? Mana bo'zmi erkak? Mana erkak urvoch ekan, ha? Rossiyadan kelgan Urvoch. jim bor. Yaxshi. 130 ming. Siz qancha berdingiz aka? Rossiyadan kelgan 100 ming. Yaxshi beribdi biroq. Malın jemi var. Bu qilat u qo'ygan o'xshaydi. Rossiyadan kelgan jim bor. Uloqish. To'rtinchisi. To'rtinchisi deydi. Jim bor. O'tqani. Jim bor. Bag'ullarga yaxshi bo'ladi. Rossiyadan kelgan jim bor. Ha. Mana bolatini oqib qolibdi-yu. Bo'z. Puliga foyda beradi. Bo'z uyni qancha deydi aka? Sotildi. Qancha ketdi shu? 75 ga. 75 ming. 75 ming. Ka bo'z baka bu? Bo'z. Qancha ekan bo'z? 90 ming so'm. 90 ming so'm. Kunga yaxshi ko'rinmay qoldi. Tak. Ya bu jon ochmoq o'xshaydi-a? Jem ochovi. Bo'z a? Jaqin bo'z ekan-a? Qancha deysan buni? 80 kami bor. 80 kami bor. Suroqda qancha so'rashdi? 65. 65 ming so'rayapti onlar. Mana jon qarin.
Ya qancha berdi aka eshak? 2700. Urg'ochi ekan, ha? Erkek. Erkek. Eshak pul bo'luvda va to'g'onlar, ha? Ertajaz, ha? Ya bo'ldi, eshakni tortdim qani. Ushul uyni bilaylar to'g'onlar, mana uy. Ya qancha ekan ushul uy? 100 ming. Torboq erkakmi? Urg'och torboq 100 ming so'm. Kuchli ekan, sutini qaranglar, sutini. Qanday bering deyman.